Korxona obunachilarimga ham ko'rsatdik. Mana bu zarpeche Qashqadaryoni yo'lida yantog'ga o'rashib, chirmashib yotgandan qizim olib keldi. Men buni yuvib, quritdim. 3-4 kun uy haroratida quritasizlar deb bundan bir qoshiq, mana shu bir qoshiq solamiz-da, ustiga bir stakan qaynoq suv, qaynab turgan suvni solamiz. 2 soatga yopib dimlab qo'yamiz. Bu zarpeche jigar sirroziga juda ham foyda ekan. Bu qonni juda ham yaxshi tozalaydi. Saharni tushirib beradi. Nimani evaziga? Organizmdagi yomon xolesterinlarni ketkazadi. Yomon xolesterinlar ketganini evaziga sahriylar ham normaga tushadi. Bundan keyin odam ozish prosessi bo'ladi. Buning uchun 2 ga bo'lib mana tayyorlab qo'yganman. Zarpecheni 1 stakan 200 gram suvga bitta katta osh qoshig'ini chamalab solib, shuni ertalab kechqurun och qoringa ichamiz. Natijasi juda ham tez bo'ladi. Keyin buni yantog'ga chirmashib o'sganini olinglar. Yantog' bilan buni xususiyati ikkalasi effekti yana ham baland bo'ladi. Sog' bo'linglar.